O'rtoqlar, omon qanaqa ahvollaringiz? Hozir mana universitetimizda jonli burchakni oldamiz, mana bek bo'ladi. Tovusga qarab turibdi. Xullas, hayvonot burchagi mana. Bu yerda Dilshod akam aytdiki, tovusni mana tovusni erkagi ayolidan chiroyli bo'lar ekan. Bunisi erkak ekan. Bular endi ikkita ayol mana. Shu nimaga erkagi ayolidan chiroyli bo'ladi? Sizlarga savol. O'rinbek bo'ladi. Bu yerda mana yakliklar, kichkina tovuqlar, mana qimmatbaho qushlar. Nerazli ushka deb turadi bularni. Papugaylar ham bor mana. Bolachalari ham bor ekan. Qurboshlar, kichkina bolalari bor ekan. Ochyapti mana. Bitta tuxum bor. Bu katta bo'lib qoldi. Bunisi kattaroq yana ham. Jabr chiroyli kaptarlar ekan. Ha, bu yoq Umidjon. Bu yoq Javohir mana kursdoshlar. Umidjon bu xat tashiydigan kaptar va shunaqa bo'lgan. Bilasizmi oldim? Mana Buxarskiy deydi. Umidjon qarang mana. Siz Buxorolisiz-ku? Mana. Qanotlari bidir-bidir. Shu Buxarskiy kaptar deb qo'yar ekan. Ular shunaqa o'rtoqlar. Bu yoqda asalarilar bor, baliqlar bor. Ularni ham alohida ko'rsataman. O'rtoqlar, universitetimizda mana ko'rmagandim. Burchagini mana kelib endi ko'rdim. Hop. Bu yoqda mana kasosi bor ekan. Kecha yakani zoopark oldidagi zoo magazinga kirdik. O'shdan so'radik. Falon pul ekan mashinalari. Bitta qizili bor ekan, bundan katta lekin. Bundan katta edi. 5,5 ming dollar dedi-da. 5,5 ming dollarga bitta mashina beradi. Aka dedim bering. Lekin boqishga arziydi 100 da. Qarang. Nariga juda bo'lsa kerak. Asosan bunaqa hali papugay, qo'ti, shularni sokini modasi bo'ladi-da, adashmasam. Bunisi mana ancha aktiv. O'rtoqlar, bu yerda kattalarni qaranglar, kattaligini. Bunu qaranglar mana. Mana. Bunisi hali Buxarskiy deb qo'yadigan mana. Ha, bu yerda mana aytgancha baliq bor mana. Mana yana mayda, kichkina, katta qilib mana baliqlar bor. Maza qilyapti. Qaranglar. Har bitta universitet, institutga shunaqa hayvonot burchagi, shunaqa ko'ngilochar narsalar qilish kerak. Shunaqa taklifni berish kerak. Chalg'itadda odamning bahri dili ochiladi shu bilan mana. Endi bu biz universitetimizda ko'proq ijodiy narsalar, ijodkorlar ko'pligi uchun shunaqa narsalar tabiiy bo'lishligi yaxshi mana. Bu yerda Zo'rton degan yozuv bor edi, uniga Renessans degan yozuv qo'yadi. Mana bu biz
73 ikimiz o'rdi bolalarimiz safoydi. Yaxshi bolalar bu bolalar. Ana. Sizlarni hammanglarga sovg'a aytib qo'ydim, abitdan keyin kelyapti. Ha. Sovg'a. Go'sht bilan xamirdan bo'lgan tansiq taom.